Prokuraturaga faqat tankasi borlar ishga kiradi. Prokuraturada ko'tarilish uchun yo hokimmi, yo vazirning o'g'li bo'lishingiz kerak. Prokuraturaning ishi juda ham qiyin. Siz eplay olmaysiz. Prokurorlar xususida yana qanaqa miflarni eshitgansiz? Prokuror o'zi kim? Prokuror bo'lish uchun qanday talablar mavjud? Prokuratura o'zi qanday vazifalarni amalga oshiradi? Keling ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-bobi prokuraturaga bag'ishlangan bo'lib, 143, 146-moddalarni qamrab oladi. Aynan 143-moddamizda O'zbekiston Respublikasida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar amalga oshirishi keltirib o'tilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 2001-yil 7-noyabrda qonuniy kuchga kirgan prokuratura to'g'risidagi qonunimizning 2-moddasida prokuratura organlarining asosiy vazifalari keltirib o'tilgan bo'lib, qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklarni oldini olish hamda profilaktika qilishdan iborat ekanligi keltirib o'tilgandi. Prokuratura to'g'risidagi qonunimizning 43-moddasiga ko'ra, prokuratura organlarida prokurorlar, tergovchilar, surishtiruvchilar hamda ish o'rganuvchilar xizmat qila olishi keltirib o'tilgan. Prokuratura organlarida prokuror, tergovchi, surishtiruvchi va ish o'rganuvchi lavozimiga oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan, zaruriy kasbiy fazilatlari bo'lgan, zimmalariga yuklatiladigan xizmat vazifalarini bajarishga sog'lig'i imkon beradigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tayinlanadi. Alohida hollarda prokuratura organlaridagi xizmatga iqtisodiyot, moliya, sotsiologiya, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi va boshqa sohalarda oliy ma'lumotga, zarur bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar ham qabul qilinishi mumkin. Siz ham prokuror bo'lishni orzu qilganmisiz? Prokuratura tizimi, prokurorlarning vakolat muddati, prokurorlarga beriladigan imtiyozlar haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring va ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling.